Ohangaron shahrida tayyor holatdagi judayam arzon biznes joylar topdik. Mazkur do'konlar 9 qavatli uy yonida, MCS va ko'p tarmoqli poliklinika va SES binosi yaqinida joylashgan. Yonida yangi Olma market faoliyat yuritmoqda. Bu joyni xo'jalik do'koni, supermarket, ofis, shirinliklar do'koni, salon yoki boshqa istalgan yo'nalishdagi biznes uchun foydalanish mumkin. Hudud juda qulay, xaridorlar oqimi yuqori bo'lgan joy. To'liq ta'mirdan chiqqan, barcha kommunikatsiyalar, svet, suv ulangan. Har ikkala do'konda ham alohida hojatxona mavjud. Yangi qurilgan, tayyor holatda. Birinchi do'konning maydoni 88 kvadrat metr, ikkinchi do'konniki esa 95 kvadrat metr. Hozirda birinchi do'kon akvasexa sifatida faoliyat yuritmoqda. Ikkinchi do'kon esa yangi biznes boshlash uchun tayyor holatda. Narxiga kelsak, har bir do'kon uchun $35,000 dan so'rashmoqda. Ikkalasini birgalikda xarid qilmoqchi bo'lsangiz, katta chegirma bilan kelishiladi. Hujjatlari to'liq qonuniy, sotuvga tayyor. Batafsil ma'lumot va kelishuv uchun to'g'ridan-to'g'ri joy egalariga murojaat qiling. Bu videoni biznesga qiziqadigan do'stingizga yuborib qo'ying.